Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Mana konteyner domiklarimizni tayyorlardan bitta video obzor qilib beramiz. 12 metrlik konteynerga yasalgan bu uyimiz 3 xona bo'lgan. Jami kirishimiz bilan mana ko'hna ham hol ham ko'hna hisobida qilib berganmiz. Hop, ko'hnadan o'ng tarafga kirishimiz spalni bo'lgan. Spalniga moslab qilib berganmiz. Mana razmeri 4,5 metrga 220. Ichkari eshiklari akfa, tashqari eshiklari temir eshik qo'yib berganmiz. Derazalar 2 qavat oynali plasromlar bo'ladi. Hop, spalnidan bu tarafga sanuzelga kirishimiz mumkin. Sanuzel qilib berilgan. Sanuzel razmeri 220 ga 1,5 metr. Sanuzelda bitta dushovoyimiz bor. Yaxshi dushdan qo'yib berilgan. Unitaz bor, rakovina va 50 talik yaxshi aristondan qo'yib berganmiz. Hop, spalnidan chiqishimiz bilan oshxona. Oshxonadan u yog'i detski yoki mehmonxona qilib foydalanish mumkin. Bu tarafda ham xuddi shunaqa 2 qavat oynali romlar qo'yilgan. Izolyatsiya 2 qavat minivata va penaplex qo'yilgan. Issiqqa, sovuqqa bemalol chidamli elektrik montajlari, razvedka kulcha avtomatlargacha qo'yib berganmiz. Devorlar MDF dekor, patologlar dekor plus bo'lyapti. Gilamlargacha yozilgan holatda tayyor. Shu holatda olib borib joylarga o'rnatib beramiz. Kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib zakaz qilishlari mumkin. Konteynerimizni razmeri 12 metrga, balandligi 290, uzunligi eniga 245 bo'ladi tashqi razmeri. Kimgadir kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib yoki kelib ko'rib zakaz qilib buyurtma qilishlari mumkin.